O'zi dunyo bekorga bir kammas. Yoningda bo'lmasam-da, yodingda bo'lsam bas. Shuncha dardni ko'targan yurak yangi dardni yuzda tabassum bilan qarshi oldi. Balki bu jazodir. Sevgisi javobsiz qolgan yoki shunchaki tashlab ketilgan qalblar uchun bir kun albatta jazolanish kerak. Bu jazo juda ham oddiy. Sening ham pok, beg'ubor sevging kimdir tomonidan javobsiz qoldirilishi. O'sha kimdir bir kun kelib sening hayotingni shu qadar o'zgartiradi, butunlay boshqa insonga aylantiradi deb hech o'ylaganmisan? O'ylagansan? Marhamat qarshi ol. U keldi. Uning uchun endi sen hamma narsaga tayyorsan. Lekin u sen uchun hech narsaga tayyor emas. Tayyor bo'la olmaydi ham. Qoyilmisan? Nega azoblanasan? Bu senga o'zingni aksingni eslatmayaptimi, birodar? Menda yurak yo'q. Men bir nechta qizni sevganman deb bir nechta qizni ishontirgansan. Qalbini vayron qilgansan. Nega endi bu yuraksiz kimdir oldida bunchalar ojiz, ilojsiz? O'ylab ko'r. Bundan oldin shunga o'xshash nimadir yozganmisan? Axir boshqalarning nazarida sen iste'dodlisan-ku. Yozgansan. Qofiyali bir nechta she'rlar yozgansan. Lekin bu yozganlaring boshqa. Buni jinnilar yondashuvda o'z-o'zi bilan suhbat deyishadi. Mana endi xulosa qilsak bo'ladi. Sen talbalarcha sevib qolibsan. Buni yuraging aytdi. Sen yozding. Iltijo qil, zora uni qalbi eshitsa. O'zi dunyo bekorga bir kammas. Yoningda bo'lmasam-da, yodingda bo'lsam bas. Yuragimda har dam yangrar bir sas. Men o'lsam ham sevgim hech bo'lmas. Sevgidan sarxush qalblar uchun Abdurahmon